Dada. Shuncha pul qayerda? Ha, yashirmang, u pullar qayerdan? Yerni sotdim. Va, nima? Sotdingiz u yerni? Yerni ana ko'p qavatli uylardan Uy. bitta olib qo'ymoqchiman nevaramga. Dada, men bor-ku, nevarangizni hali buncha o'ylaysiz. U pulni menga bering, obunachilarga berib yuboray. Uy olamizmi yo? Uy olamiz-da. U pul kerak emas, oldindan to'lovlarsiz, Shinam rezidentda uy bor-ku. Shahar uylardan qolishmaydi, premium xonadon, 8 etajli, uni kamiga lokatsiyasi ham zo'r joyda. Rishton sentrdan kelishinglarda Al Roshidoniy maqbaraga shunday qayrilishdi, chap qo'lda. Ko'rganlar biladi, o'zingiz ham ko'rgandirsiz. O'sha joyga dom qurilyapti. O'sha yerdan olamiz. Oldindan to'lovi yo'q. 4 million 650 ming so'mdan 36 oy to'lab bir xonali uy xarid qiling. 27 kvadratdan 30 kvadratgacha o'zlari tushuntirishadi. Agar ko'prog'i ham kerak bo'lib qolsa, mana bu nomerlarga telefon qilishadi. Va siz ham telefon qiling. Bizning nomimizdan Roshkeramika nomidan borganga bonus ham bor. U pulni bering, obunachilarga berib yuboring. Ha, obunachilarga ber bo'lmasa. Obunachilar gap. Agar 1 millionta bo'lsak, $1000 beramiz. Xudo xolasa, may oxirigacha dedi. 1 millionta bo'lsak, $1000 beramiz obunachilarga. Dom olamiz, xudo xolasa. Shinam rezidensiyani tavsiya qilasizmi? Albatta. Sizlarga ham kerak bo'lib qolsa, sразу murojaat qilaman bu nomerlarga.